Assalomu alaykum. Bu testosteron maktabi degan YouTube kanal. Xo'jayinimiz testosteron 16, diabeti bor, davolanmaydi, diyeta qilmaydi deb yozishibdi. Birinchidan, hurmatli muxlislar, meni alohida diabetni davolash degan kanalim bor. Diabet bo'yicha savollarni o'sha yerga yozsanglar. Lekin bu testosteron 16 degan savol bu yerga to'g'ri keladi. Qarang. Hurmatli muxlisimiz, xo'jayinizning testosteroni 16 bo'lsa, unda testosteron yetishmovchilikni belgilari jinsiy quvvatni pasayishi, jinsiy xohishni pasayishi, asabni tez buzilishi, ishlagisi kelmasa, uyqusi buzilsa, yashagisi kelmasa, bir hayotdan hech narsa xohlamasa, qorin qo'yib semirsa, qondagi qandlari baland bo'lsa, bunaqa odamni davolash kerak. Xalqaro manbalarda, rekomendatsiyalarda ba'zi bir manbalarda testosteron 12 dan oshsa, 12 dan tushsa testosteron yetishmovchiligi, ba'zi bir manbalarda 8 dan tushsa testosteron yetishmovchiligi hisoblanadi. Lekin testosteron yetishmovchiligini belgilari bo'lsa va 16 bo'lsa, bu odamga individual testosteron yetishmovchiligi diagnozi qo'yiladi va uni davolash kerak. Davo xo'p, luteinlovchi gormon va общий testosteronga bog'liq. Mana qarang. Mana shu odamda ham xo'jayinizga o'xshagan testosteroni 18, luteinlovchi gormon 11. Luteinlovchi gormon testosteronni tabiiy ko'tarsa bo'ladimi yoki ukol qilib ko'tarish kerakmi? Shuni bildiradigan analiz. Bu odamni tabiiy ko'tarib bo'lmaydi. Qo'y go'shti yesa ham, tuxum yesa ham, filni go'shtini yesa ham, ajdarni go'shtini yesa ham, kitni go'shtini yesa ham testosteronni ko'tarilmaydi. Va endi qo'shimcha analizlar, mana GSPG'si baland, GSPG yoki SSG testosteron jinsiy gormonlarni bog'lab ishlamaydigan qilib qattiq bog'lab qo'yadigan gormon hisoblanadi. Globulin, oqsil hisoblanadi. Shuning uchun demak, bunaqa holatda demak to'liq tekshirib davolash kerak agar xohlasa. Agar luteinlovchi gormon kam bo'lsa, unda balki stimulyatsiya yo'li bilan yordam bersa bo'lar. Balki semiz bo'lsa ozdirsa yordam bo'lar. Balki tabiiy yo'llar bilan qondagi qandini tushirsa, ozdirsa, sport qilsa, ko'tarsa bo'lar. Xullas, bunaqa erkak to'liq tekshiruvdan o'tib davolanishi kerak. Xo'p. Ba'zi bir odamlar adres qayerda, telefon deb so'rashyapti. Ko'pincha adres so'rashyapti. O'rtoqlar, men Level Med degan klinikada ishlayman. Mana shu klinikani telefonlari. Ish vaqti, necha pul ketadi, lokatsiya bo'yicha bemalol betdan murojaat qilib so'rashingiz mumkin. Bu o'zimning Telegramim. Telefon qilib ovora bo'lmanglar, lekin Telegramdan yozsangiz javob beraman. SMS ham yozmanglar, Telegramdan yozinglar. Bitta odam hammaga javob berish qiyin. Klinikadan telefon qilib, ertalab 9 dan kechki payt 5 gacha ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Shunaqa qisqagina darsimiz edi bugun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.